Zapis ketdi. Bugungi darsimiz sizlar bilan yana Excel. Abdulloh, gel bera. Konsertda o'tirma, keyin tapasan. Yap. Ibera gel imonach. Ya. Sizlar bilan bugungi darsimiz Excel. Ya'ni o'tgan darsimizda bizga yodlansa bo'lsa, Excelda faqatgina nima olib ishladik? Sonlar bilan ishlab ko'rdik biz. Video darsligimiz YouTube'ga joylangan. Qara Amirxon. YouTube kanalim bor meni. YouTube'ga kirib, o'sha Amirxon O'rinbosar kanalini ko'radigan bo'lsang, ina. Excel, Google Sheets deb joylab qo'yibman, bir kun oldin ko'rdingmi? Ish videoni ko'rib chiqasan. Endi biza Excel'dan chatib beramiz. Shuni Chrome'ga kirganmisan, Google Chrome'ga kirgandan keyin, bu ham o'ng tarafda приложение Google dedi. Ya'ni Google'ning dasturlari, to'g'rimi? Google'ning dasturlarini bosamiz va bu yerdan biza nima kerak? Tablitsa. Inglizchasi Sheets, ya'ni Google Sheets. Mana bosamiz. Va bizda hammamizda xuddi shunday bo'lgan oyna ochiladi. Va bu yerdan endi biza blank spreadsheet degan tugmani bosamiz. Bu yerda sun'iy intellekt chiqishi mumkin. Biz buni yopib qo'yishimiz kerak. Sun'iy intellektdan foydalanishni yakunda ko'ramiz albatta. Qani Amirxon, Aziza, Nafosat, Amirxon, kompyuter qilgan. Chaqib do'stlar, yuzda ketib qoldi kompyuter. Aza qaranglar. O'tgan darsimizda bir ozgina qisqacha повторение qilamiz, takrorlash qilamiz, keyin bugungi darsimiz boshlaymiz. Biza birdan 1000 gacha bo'lgan sonlarni tartib bilan chiqarish uchun chatdik. Tutdik. Mushina geldi. Kara plus chiqdimi? Bosdim, tortdim. Ko'rish mumkin. Bize birdan 17 degan sonlar yozib berdi. Endi yana bir narsa bor edi. Juft sonlar chiqarish yoki tok sonlar chiqarish. Okey, tok sonlar chiqaramiz. 1 3 tutdim, musha geldi, tortdim. Va men faqat yana tok sonlar chiqdi bu yerda. Juft sonlar chiqarish bo'lsa 2 4 tutdim, tortdim. Endi qaranglar, faqatgina bu ustun bo'yicha emas, qator bo'yicha aytib beradi bu narsani. 2 4 tutasizlar, tortasizlar. Tushunarlimi? Endi biza matematik amallarini o'rgandik o'tgan darsimizda. Sum, average, minimal, maksimal. Kim yodladi? Xo'jasan Rasulbek? Yodlazammi o'tgan narsa? Yaxshi. Sonda endi qo'shamiz. Nava, averishganda? O'rtacha qiymatan chiqaramiz. Nava. Matematikani bilasanmi, Amirxon? Zo'r. Zo'r emas. Navda zo'rsan. Ingliz tilidan, fizikadan, matematikadan navda. Ingliz tilida bilasanmi? Necha daraja? Elementary, beginner, pre-intermediate. Elementary. Yaxshi. Davay. Esa biza o'rtacha hisob beramiz va yig'imdan. Yoshlichada 13 mi? Esa qarang, hammasini o'sijakman. Non ta'limga ketibman, qara. Novi shu. Hammasini talab o'tdi. Hot. Ctrl A. Hammasini talash. Ctrl A ni bosaman va delete tugmasini bosaman. Sana xuddi sachrab beraman, yodlab qaytsan keyin ketadi, to'g'rimi? Tushunarmi? Ya'ni Ctrl A vazifasi, Ctrl Z, Ctrl B, Ctrl I atrofda qatay. Endi davoman yazishni boshladim. Birinchi ustuna ism deyman. Amirxon, Abdulloh, Amirxon, Nafosat, Aziza, Rasulbek. Rasulbek. Ibra yosh deyman. 13, 14. Necha Abdulloh? 12. 14. Akşamın 9'a değil, 20 oldu mu? Oho. 17. 13. Okey.
Endi qaranglar, biz ishlar ustida amallar bajarib beramiz. Birinchisi, yozaman sum. Yig'indi. Jadamiz har doim formulasiga o'tib, teng deb boshlaymiz. Teng. Navodi nafosat. Aytmang. Yig'indi hisoblash formulasi navodi oldi. Esma faqat. Sum. Xo'tuk mesela sum da ko'rsatamiz va bular tanlaymiz. Qara, ishlar yacheyka hisoblanadi. 3-chi yacheyka, mesela ish tutdim. B 2 yacheyka. B ne? B 6. B ne? E 7. Bizlar shu yacheykalar yozishimiz kerak. Mesela shu B 2dan B 7ga bo'lgan sonlari yig'indisini hisoblab beradi. Shu sum funksiya ham shu. Tushunarlimi? Yig'indini hisoblash uchun ishlatiladi. Ve natija mana 88 chiqdi. To'g'rimi 88? Sizlarning yoshlaringizni qo'shgan vaqtimda 88 yosh chiqadi. Alo. Sizlar oltin bo'ldirib bir odam bo'lib turibsizlar. Endi qaranglar. So'ng ketdi. Endi o'rtacha qiymatdan narsa bor. Average. Rasulbek qo'shilib o'tir. Teng deymiz. O'rtacha qiymat formulasi nima edi inglizchasi? Average. Va endi bundan xuddi shu ish tanlaymiz. Enter bosamiz. Sizlarning o'rtacha yoshingiz 14-6 yosh ekan. Ya'ni birsing 15 yoshsan, birsing 12 yoshsan, shu o'rtachasini olsak 14-6 yosh ekan. Bu qanday hisoblandi? Men yana aytdim, bu yig'indida aytdim, yoshlaringiz yig'indidan chiqdi. Necha odam bo'lsa, hammasini qo'shadi va shuncha odamga bo'ladi. Endi biz ishonmasanglar 88 endi teng deyman. 88 bo'lsam 6 ga to'g'ri chiqdimi? Isbotlab berib ko'rsam. Endi o'rtacha qiymat ketdi, minimal degan narsa bo'ladi. Min eng kichik. To'g'rimi? Max eng eng katta. Minimal qanday hisoblanadi? Tengimiz. Minimiz. Va mana ularni tanlab turib enter deymiz. Va natija 12. Eng kichik yosh odam beri Abdulloh ekan. To'g'rimi? Endi qaranglar. Tengimiz. Yana olamiz endi max deymiz. Tanlaymiz. Eng katta yosh odam 18 yosh ekan va bu kim ekan? Nafosat ekan bu. Tushunarlimi? Sizlar xuddi shuni qilib, shu sonlar aralashib yotgan bo'lsa, eng kichik soni, eng katta sonni topishingiz mumkin shu orqali. Aytib Mirxon? O'ylanib o'tirsan sen. Tushunmagan sira so'ra. Tushuntiribman ana? Okay. Bajarasizlar, men sizni tekshirib boraman bu narsalarni. Ana ketdi. Biz o'tgan darslarimizni повторение qilib oldik. Odnavada. Kamronbekmi? Kamronbek kech qolding-ku. Sizlar 3-sinf madasizlar? 3-sinf madasizlar? Ha, gemada 3-sinfda. Kamronbek necha sinf eding? 6 Necha yoshsan? 12 yosh. Qaranglar. Kamron. Masalan, yangi o'quvchi qo'shdim to'g'rimi? Bu endi noto'g'ri savol debdi, to'g'rimi? Men emishak qo'shim mumkin-a? Bu yerdan endi B8 qilishim mumkin. Yoki-da buni to'laqonli bu 10 ga qo'yaman, ya'ni qo'shimchasi bilan qo'yaman bu yerda. Yoki-da ana 15 ga qo'yaman. Endi nima bo'ladi? Men bilan yana qo'shaman. Amirxon deyman. 22 deyman. Enter bosaman, kadroni yuza kadroniga. O'zbekiston avtomatik yozaveradi. Sizlar qo'shmasdan ko'p ko'rsangizlar, ya'ni kelajakda odam qo'shsangizlar o'zi avtomatik hisoblab boraveradi. Xuddi shunday biz buni ham B15 ko'p ko'rsak bo'ladi. Bu ham o'zgaradi. Bu ham o'zgaradi. 15. Bu endi 15.
Tushunarlimi? Xuddi shu yerga qo'ysangiz bo'ladi. Kamolbek, bu o'tgan darsimizda bir повторение qilib oldik. Endi bugungi mavzularimiz boshlaymiz, bo'ladimi? Qaranglar, bu sheets bormi? Men buni yozib qo'yishim mumkin. Takrorlash edilma. Va endi qara, plus bosamandan yangi oyna ochib olaman bu yerda. Va men ham xohlovchi nom berishim mumkin. Matnlar bilan ishlash. Ana bo'ldi, nom berdim. Bularimiz sonlar bilan ishlashadi. Endi biz matnlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Bo'ladimi? Yana bir o'rgatingizlar. Endi hozir shu aytgan formulam ikki joyda ishlamaydi. Matn ishlamaydi, son ishlamaydi. Lens degan odam lens. Ina yozilishi. Lengt. Aslbek. Simon School. Aytaq endi. Nima bilasizlarmi? Ha? Yodib, esa yodlab qolingan. Lens degan uzunlik degani. Uzunlik. Tushunarlimi? Va biz buni qisqartirib, erkalatib aytamiz, biz buni len deymiz mana. Lens so'zini biz qisqartirib len deb aytamiz. Okay? Va bu len deganlik uzunlik deydiyormi? Endi qara, men shuni tutib turib enter bossam nima chiqib berdimi? 2 chiqib berdi. Nima 2 chiqib berdi bu yerda? Nima 2 chiqardi? Len ishlamadi sonlar uchun. Nima ishlamadi sonlar uchun? Len degan vaqtimda bo'ldi uzr. Bu len ustunlaring emas, bu har bir yacheykaning uzunligini o'lchab beradi. Masalan, o'sha yacheykaga qaranglar. 145 deb bersam, mana endi desam 4 chiqib beradi. Ya'ni shu yacheykaning ichidan chiqagan so'z yozilgan bo'lsa, shuni uzunligini solib beradi. Bu asosan navda ishlatiladi, ismlarda ishlatiladi. Masalan, qaranglar. Va alaykum assalom, yakang. Hech qaldingiz-ku. Masalan, bosaman 7 chiqib berdi. Nechta 7 chiqib berdi nafosatda. A5 yachekada. Navosi bu nafosat so'zindagi ishlatilib turgan harflar. 2 deyman. Amirxon, to'g'rimi? Bunga uzunlik 7 degan ekan. Endi Aziza deymiz. Aziza qani? Aziza boshini o'qisangiz ham, oxirini o'qisangiz ham Aziza ekan. Aziza. Endi qaranglar. Bular sonlar bo'yicha ketdi. Endi matnlarga qaytamiz. Matnlar bo'yicha 0 dan boshlaymiz. Yachekani bilamiz. Endi eng birinchi yozadigan formulamiz bu if formulasi. İngilis tilida if degan odam? Ha? Endi ning? Yo'q, if degani ning degani nima? Nima chiqdi bu? Amirxon? Hammangdan sizlarga nozim aytib beradi. If degan odam? Yo'q, qo'ysalar. Bilmaysizlarmi? Esa oddiy simvollar yodlab olsangiz bo'lasizlar. Nima bilmaysizlar masalan? Esa yozib olasizlar, qaranglar. Men bir yozib beraman sizlarga. If degani bu agar degani. Or degani odam yoki degani. And degani odam va elif degani bu. Bu nima degani? Agar da degani. Yo'q, aytgan dasturlashda bu aytgan. Hayotda bilaman shu yerda. Dasturlashda shunchaki agarda else bu aks holda degani. Okay. Endi qaranglar, biz ham bu jadvalimni men bu tarafga o'tacakman. Uning uchun chetaman. Jadvalimni tutib turaman. Ctrl S qilaman. Nima beradi u? Copy qiladi. Bu yana o'taman. Ctrl V qilaman, qo'yib beradi. Tushunarlimi? Endi qaranglar, men buni sal chegarajakman, ya'ni sal chiroylayman. Tanlayman. Ibraga olaman. Tanlayman. Ibraga olaman, bosaman va all borders yekida
üstüge chekimi no'da adashmasam. Yani all borders basamiz va mana ajratib ko'rsatib turadi, to'g'rimi? Endi qaranglar, boshlayman birinchi navbatda if formulasidan, ya'ni agar degan formuladan boshlaymiz. Shu aniq ketma-ketligi boradi. Shu an kirib durmasak, chakashamiz. Yetdi. If agar yana yetdi. Bas yozamiz. Formulalar har doim teng bilan yoziladi. Teng bilan yoziladi formula. Tengsiz yozsa umuman xato bo'ladi, tengsiz yozsalar. Deyapti. Agar, to'g'rimi? Agar ko'rsataman 3 yosh katta bo'lsa 5 dan yoki 18 12 deymiz. Sizlar o'rtacha hisob 14 chiqdi, to'g'rimi? 14 deymiz. Agar yoshing 14 yoshdan katta bo'lsa, sen nera borasan? Biz 18 yoshga yetgan, lekin siz biz aralashda 18 bo'lgan ichim qolgan hali. 1-2 yil bor ekan. Ya'ni 18 da keyin biz 16 atamiz. 16 dan katta bo'lsa balog'atga yetgan, 16 dan kichik bo'lsa balog'atga yetmaydi deb chiqaramiz, bo'ladimi? Qaranglar. Aytdim. D 2 ga chekadamiz mana. Nima deymiz? Uzza bo'y tutamiz yoshlari. 3 sonlar 16 dan katta bo'lsa, ha? Demasdan necha tamiz sizda? Enter bor. Yo'q, yo'q, qisanda. Chiqarib enter bo'lsa. Bir yozaman. İngilizcha bo'lsa, virgül qo'yaman. Ruscha bo'lsa, nuqtali virgül qo'yaman bu yerga. Bizakinchik inglizcha. Shuning uchun virgül qo'yaman. Va birinchi yozilgan qo'shtirnoqning ichi bu rost ekanligi. Ya'ni agar rostlamanam ishi katta bo'lsa, nodab qiymat chiqarishamiz. Bu yerga yozaman, masalan, balog'atga yetgan. Bo'ladimi? Endi qara, virgül qo'yaman, yana bir qo'shtirnoq yozaman. Bu qo'shtirnoq ichine bu haqiqat bo'lsa, bunga haqiqat emas yozishimiz ekan. Ya'ni yana aytdik, 16 dan katta bo'lsa balog'atga yetgan, agar 16 dan kichik bo'lsa-chi? Balog'at yetmaydi deymiz. Va enter bosamiz. Bizlara mana balog'atga yetgan dedi. Kim Amirxon yozsan? 14 ekansan. Balog'atga yetmagan ekan bu. Endi qaranglar. Tutamandan pastga qarab tortaman buni va yuborib beraman, ko'rishingiz mumkin. Menga chiqarib berdi. Yetmagan ekan. Tushunarlimi? Xuddi shuning qilib sizlar bu narsani ishlashingiz mumkin. Shu yerda siroz filtrlab olasizlar. Yetib bordimi? Endi qaranglar. Bu if formulasi edi. Endi or formulasini o'tamiz. Yoki da yana or formulasi qanday ishlaydi? Or ham sonlarga bog'laymiz. Yozamiz, ordan yoki dedikmi? To'g'ri, ha? Hozir masalan yokidan ishlashlardan yoki va keyin esa va degan so'zlarning farqini tushuntirib beraman. Eng oddiysi, men har doim shu yerda qo'llaman. Masalan, qaytamiz. Nafosat va Aziza bugun darsga keladi dedim. Nafosat va Aziza bugun darsga keladi dedim. Necha gap bo'lgan gapim? Qat'iy gapmi? Ikkisini gelish majburmi? Agarda Aziza gaming qilsa chiqadi darsda bugun. Men gapim yolg'on bo'ladimi? Agar ikkisini gaming qilsa, yana men gapim yolg'on. Demak, qachonki men gapim rost bo'ladi, ikkisini darsga kelsagina, to'g'rimi? Endi men aytaman yana Aziza yoki Nafosat bugun darsga keladi. Yoki agarda Nozima kelsa ham meni gapim to'g'ri, Nafosat kelsa ham meni gapim to'g'ri, Aziza kelmasa ham meni gapim to'g'ri, agar ikkisi ham kelsa ham meni gapim to'g'ri. Gap siz ikkisidan birisi kelsa ham menga yetarli, to'g'rimi? Va yokida. Xuddi shunday ham shunday ishlaydi. Qarang, hozir shart beramiz mana. Or dedim, yoki dedim. Shu narsa katta 10 dan dedim. To'g'rimi? D ikkalamiz 10 dan kattami?
Yani D2 degan vaqtdan beri 14 keldi, tasavvur qilinglar. 14 10 dan kattami? Kattami? Value qo'yaman qarab. Endi 11 kichik 5 dan dedim. To'g'rimi? Xatomi? 11 5 dan kichik kattami? Enter bosaman, menga true deb chiqib berdi. Sabab nima uchun? Meni bu birinchi gapim to'g'ri, bu ikkinchisini qarab o'tirmadi. Ikkinchisi yolg'on bo'lsa ham. Tushunarlimi? Biza shuning true false'larni ishlatishimiz mumkin. Hozircha true false ko'rinishini chiqadi. Keyinchalik biz buni if bilan bog'laymiz. Ana bunda yanada chiroyli natija chiqadi bizda. Endi and then va then yozaman. Mana xuddi shu yerda beraman and b katta 10 dan virgül qo'yaman, b kichik 5 dan deyman. Bu shartlarimiz to'g'rimi? Bu shartlarimiz xato. Shu sababdan bizlar false degan qiymatga beradi. Ya'ni xato degan. Qachonki bu true qaytaradi, buni to'g'rilab qo'ysak, ya'ni d o'shuncha 11. 11 5 dan kattami? To'g'rimi bu shartim? Ham to'g'rimi? Ana endi menga true qaytarib beradi bu narsa. Tushunarlimi? Yetib bordimi? Endi bu yerda and or getdi. Endi len funksiyalarimiz sen o'tgandan yozaman. Len deyman. Uzunlik teng deyman. Len deymiz va so'zimizni tutamiz va enter bosamiz. Qarang, 7 chiqardimmi? Amr posozini uzunlik yetdim aka. Quloqdan tutamandan pastga qarab tortaman buni. Ko'rishingiz mumkin. Endi har birisining ismining uzunligini chiqarib berdi bizlarga. Tushunarlimi? Ana len getdi. Lendan keyin nima bor ekan? Left. Left nima? Right dan nima? Right on, left chap. Yozaman. Left chap. Chap dedik teng deyman. Left deyman. Va birinchisi left dedim to'g'rimi? Va birga chekan tanladim. Virgül qo'ydim. Ibra yozaman, no'ni. Chap taraf qaysi Amirxon degan so'zi? Aman nima? Chap tarafi. Bizda o'zi o'zbek tilida yozgan vaqtimizda chapdan o'ngga qarab yozamizmi, o'ngdan chapga qarab yozamizmi? Yo'q, erib yozamiz o'zi. Chapdan o'ngga qarab yozamiz, to'g'rimi? Demak, chap taraf boshlanishi a ekan. Men endi bu yerga yozaman, adan boshlab necha xona chiqarib berishini. 4 deyman masalan. Enter bosaman, menga amida chiqarib berdi endi. Tushunarlimi? Va men quloqdan tutaman, yana pastga qarab tortaman, menga ishlab chiqarib berdi bu narsani. Yetib bordimi? Endi xuddi shuning bigiht. O'ngani. Menga o'xshatib beraman. Teng bigiht. Va tanladim. Endi bu o'ng taraf qaysi? Nima? O'ng tarafdan boshlab necha xona chiqarib berishi? 2 deyman. 10 chiqdi, to'g'rimi? Mana pastga qarab tortaman quloqimdan. Menga yana chiqarib berdi. Yetib bordimi? Endi mid degan narsa bor. Mid degani middle degani. Middle degani nima? O'rtacha degani, to'g'rimi? Ya'ni senior middle deydi-ku, to'g'rimi? Shu middle bu. Endi biz middle yozib yuramiz. Middle qisqartirib biz yana shu mid deb olamiz. Va endi midni ochib beramiz. Tanlayman. Vida birinchi qaysidan boshlanishini yozamiz. Ya'ni chap tarafdan qaysidan boshlanishi, ikkinchi chekkadan boshlansin. Virgül qo'ymandan endi bu yerdan so'nim sog'ini. Ikkinchidan boshlab necha xona yozishi. Masalan, qaranglar. Nima bo'libdi bu yerda? Ikkinchidan m. M'dan boshlab 3 xona yozsin deyman. Mir chiqardim. To'g'ri emasmi? M, I, R 3 xonasi, to'g'rimi? Endi qaranglar, buni tutamandan pastga qarab tortaman.
Yine görüşürüz mümkün. Yazıp berdi bizlere. Bu ortasından kesip oladı bu narsa. Yetip bardı mı? Okey. Endi upper bu. Upper'da yani o'zi 4 qaptar. Matnlarni katta harfga aylantirib beradi bizlere upper metodi. Bu narsani yaxshilab bilgan ko'nglar upper, lower, title, capitalize degan narsalar bor. Ular backend dasturlashdan ham biz o'tamiz bu narsalarni. Xudo dasturlash boshlasanizlar. Endi qaranglar, upper dedimmi? Upper. Katta qilishgan bu narsa. Va berazaman. Teng. Upper. Va oddiygina yachagan talima enter bosaman. Amirxon chiqarib berdim katta bilan. Endi buni quloqdan tutaman, pastga qarab tortaman. O hammasini yozib berdimmi? Upper. Endi lower. Teng. Lower. Bunu tutsam bo'ladi, to'g'rimi? Tutamandan tortaman. Ketib berdi bu. Hammasini kichik ketib berdi bizlar. Endi proper bu. Proper har bir so'zning birinchi harfini katta qilib beradi bizlar. Proper. Har bitta so'zning birinchi harfi. Teng emas. Mana yozamizda, eldan bizga bir yozib berishimiz kerak. Masalan, balog'atga yetmaganda so'zimiz ikki jumlada bo'lib qo'yarmi? Balog'atga yetmagan, ikkidan qo'yarmi? Shundan foydalansak bo'ladi, qarang. Tutaman, qovusning ichini galamandan taliman va enter bosaman. Görüşürüz mümkün. Balog'at yetmagan so'zning har birisini birinchi harfini katta qilib chiqarib berdi bizlarga. Buni olgan proper funksiyasi ekan. Yetib bordikmi? Endi concat bor. Concat bu ikki yechakani birlashtirib berish vazifasini bajaradi. Concat. Ikki yechakani birlashtirib beradi. Yozaman. Tengman. Concat. Va bunga chetaman. Taliman. Virgül qo'yaman. Taliman. Balog'at ketmagan maqomda chiqarib berdim mana. Lekin ikkisini qo'shib yubordim mana. Nima qo'shib yubordi? Qo'shatdi ana. Nima qo'shib olsa kerak. Ya'ni aytdik-ku, ikki chekani birlashtirib beradi dedik. Mana o'rtasini yanada ochishimiz uchun, Amirxon o'rtasini ochishimiz uchun shuyda biza virgüldan keyin qo'shni ochib, virgül qo'yib qo'ysak xato bo'ladigan bu narsa. Mana orasini ochishimiz uchun Amirxondan so'zimizni topamiz. Bu mayalutni demani eldan asib beramiz. Görüşürüz mümkün. Bunun ham orasi ochildi endi. Yetib bordimi? Bizning formulamamiz hammasi birsi-birsini ulandi va shuning formulalar o'tib keyin. Necha formula o'tib keyin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 formula o'tibmiz. Hozir hamma o'tiradi. Shu videoda nima o'tilgan bo'lsa, hammasini bir qator повторение qilib ishlatib ko'radi. Bo'lam? Esa davay, boshlanadi.